Assalomu alaykum musofir yurtda yurgan yurtdoshlar. Mana inshaalloh metro Kotelniki Goris Jukovskidan ketayotgan mana realniy avtobusimiz inshaalloh mana yo'lga chiqib ketyapti. Aziz hamyurtlar, bemalol behijolat abrashatsiya qilishinglar mumkin akalar, ukalar. Moskva, Toshkent hamda Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha ketayotgan mana realniy avtobusimiz inshaalloh mana bugun yo'lga chiqib ketyapti akalar. Rossiya, O'zbekiston, Россия. Направление Ташкент. Дорогие друзья, обращайтесь. Akalar, обращаться qilinglar. Dokumenti yo'q hamda Zolotoy koronadan qarzi bor aka-ukalarimiz bo'lsa ham olib ketyapmiz akalar. Bemalol behijolat. Har xil aldolarga ishonib qolmanglar. Internet tarmoqlarida har xil yolg'onchilar bor. Mana bizda primoy avtobus. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ishonchli raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz aziz hamyurtlar. Telefon qilaverasizlar bemalol behijolat. Inshaalloh qo'ldan kelgan yordamni qilib olib ketamiz akalar. Akalar, ukalar, обращаться qilinglar, har xil yolg'onchilarga ishonmanglar. Bizda primoy avtobus 8000 rubldan Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha akalar. Yengil mashina, Captiva deganlarga ishonmanglar. Telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz, ishonchli raqamlarimizni inshaalloh akalar qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi filmlarda ko'rishguncha hamyurtlar.